Diqqat! O'zbekistonda Telegram ishlatadigan fuqarolarga tezkor xabar. O'zbekistonda Telegram rasman pullik bo'lishi kutilmoqda. Ayrim fuqarolar bunga duch kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Telegram ayrim o'zbekistonliklar uchun pul talab qilmoqda. Ayrim foydalanuvchilar yangi Telegram akkaunt ochishda 9000 so'mlik majburiy obunani talab qilmoqda. Bu tartib barcha foydalanuvchilar uchun emas. Telegram tizimi mobil operator, IP manzil va boshqa omillarga qarab ayrim foydalanuvchilar uchun ushbu cheklovni qo'llamoqda. Ma'lum qilinishicha, bu tartib soxta va ommaviy akkauntlarni ochishni cheklash hamda SMS tasdiqlash xarajatlarini qoplash maqsadida joriy etilgan. Video rolik ostiga like bosing va videoni yaqinlaringizga ham tezda yuborib qo'ying.